Asosan olib qoldik. Akamizga 4 ta diska 4 ta balon yangi holatda qo'yib berdik. Bu diskani alishtiravering bo'ldi. Diskani ham bo'ldi. Yangi qo'yib berdik. Diskani rangistasi, balon rangistasi o'zlariga olib qoldik. Haftasiga 200 ming so'm to'lov qilyaptilar. Bir kuniga 28500 so'mdan 15 hafta bo'ldi. Balonni o'ziga 12 hafta bo'ldi. Akamiz diskani ham yangilayveravering bo'ldi. Diskalar bilan 15 haftaga qildik. Balonni podiyomini 65 lik qo'yib ishga chiqib turadiganlar. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa o'zimizga murojaat qilamiz. Faqat qalonlar savdo bor, naqd ham bor, arzon narxda ishlaydi. Olib qoldik akamizga 210 ming so'mdan. Xo'p, 12 hafta bo'lyapti. Kuniga 30 ming so'mdan yetkazib boshatiga ham qo'yib berdik. Spak moshinasiga ham 4 ta renta bo'layotgan Largo Arduzo balonimizdan qo'ydik. Protektorlari ham chuqur. 195 60 akamizga ham diska balonlarni olib qolib, diska balon qilib beryapmiz. 14 yechib qolib 15 qilib berdik. Haftasiga 210 ming so'mdan, bir kuniga 30 ming so'mdan. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa o'zimizga murojaat qilaveringlar. Ham sifatli, ham arzon narxda ishlantiraveramiz. Manzilimiz Marg'ilon tepasidagi.